Assalamualaikum hörmətli qarindaşlar. Gollandiya Uyğur Kişilik Hüquq Fondumuzun təşviqat bölümü YouTube bitimizə xoş gəldinizlər. Biz bugün bu videomuzda sizlərə şoförlük nəzəriyyə və əməliyyat imtahanı toğrusunda qısqa düşüncə verməkçimiz. Gollandiyada şoförlük pravosini elishni niyat qilganlar üçün bu videomuz çoxum faydalı uçurlar bilan təminləgüsü. Qadamsa diqqətinizlər videomuzda bolsun. Gollandiyada şoförlük nəzəriyyə yoki əməliyyat imtahanları CBR degan bir idora tarafidan ilindi. Yani CBR deganni Uyg'urcha tarjima qilsak, mashina haydash iqtidorini isbotlash idorasi degandek ma'noda. Ondan şoförlük nazariya va yoki əməliyyat imtahanlarini normalda 16 yoshdan boshlab imtihonga tizimlasak bo'ladi. Nazariya imtihonidan o'tgandan keyin nazariya imtihoni faqat 1,5 yil kuchga ega, ya'ni 1,5 yilning ichida çoxum əməliyyat imtahanından ötüb boluşunuz kerak. Əgər ötüb olamay qap qalsınız, vaqtda nazariya imtahanını qaytadan birişinizə to'g'ri keldi. Ondan bütün Gollandiyada biz aslida yozib qo'ygandek taxminan 120 shaharlarda shu CBR'ninki har xil ishxonlar bor. Har kim o'ziga yaqin turishliq shaharida imtihonga tizim talaydi. Nazariya imtihonining haqqi, nazariya imtihoni har xil turlarga bo'lindi. Mesela normal imtihan, ondan qo'shimcha vaqt berilgan imtihan, maxsus ingliz tilida imtihan belgili bo'ldi, tarjimon taklif qilingan imtihan va yoki yolg'iz yetakchilik qilib ilingan imtihan deb har xil shakllarda. Ya'ni sizning qandoq imtihonning qaysi turini tanlashingizga asosan imtihon haqqi har xil shaklda bo'ldi. Biz masalan bu sizlar hozir ko'rgandek har xil imtihon haqqining shakllarini, har xil imtihon shaklining haqqini chiqarib qo'ydik. İmtihonga tizimlash uchun imtihonga ikki xil tizimlash usuli bor. Birisi ya'ni DHD degan bir xil shu Gollandiyaning butun hukumat organlari va yoki o'qish tizimlash, mushta imtihon tizimlash, sug'urta, boj idorasi degandek har xil yoki doktorxona degandek har xil idora organlarga kirish uchun bir xil ism va maxfiy nomerdan tuzilgan bir shifr bo'ldi. DHD degan bu shifr. Bu DHD bo'lgan vaqtida mana har xil imtihon deymiz va yoki bir maktabga tizimlatish yoki doktorxonalardan ko'rishma ilish, har qanday ishlarni o'zimizning DHD orqali shu idora organining tor betiga kirib o'zimiz ko'ra olamiz yoki tizimlaymiz. Bu DHDni odatda Gollandiyaga kelib 6 oy bo'lgandan keyin har qandaq bir fuqaroninki o'zi turishliq shaharlik hukumatga berib o'zini tizimga oldirish haqqi bor. Shu tizimga oldirgan vaqtda Sofiy nomer deydigan bir nomerni beradi. Shu nomerni olgandan keyin ondan DHDni iltimos qilib bo'ldi. Ya'ni şoförlük nazariya imtihonga shu birisi DHD orqali, ya'ni tor orqali tizimlatqil bo'ldi, yana birisi tizimga oldirish jadvali orqali tizimlatqil bo'ldi. Lekin tizimga oldirish jadvali orqali tizimlatgan vaqtda siz oldindan jadvalni to'shqizib avatgandan keyin uni normalda pochtadan avatildi. Uni bu CBR idorasi topshirib elib sizning talabingizga asosan vaqtni belgilab qilib bo'g'ich oraliqda bir 1-2 hafta vaqt o'tdi. Shu eng yaxshi usul, ya'ni ular tor orqali DHD orqali tizimlatish. Men hozir bu yerda buni DHD orqali tizimlatganda ko'rinadigan ekranning rasmini avatib qo'ydim. Ya'ni DHD orqali kirgan vaqtda qaysi shaklda imtihon berishni mishada so'raydi. Masalan, normal imtihonmi va yoki qo'shimcha vaqt berilgan imtihonmi yoki ayrim shakldagi imtihonmi, ingliz tilidami, tarjimon taklif qilingan imtihonmi deb. Shuningga asosan siz o'zingiz qaysi shakldagi imtihon berish usulini xohlasangiz shuni tanlagandan keyin undan keyin keyingi qadamda qaysi shaharda berishni xohlaysiz, qaysi vaqtdan boshlab berishni xohlaysiz deb siz o'zingiz xohlagan shahar vaqtlarni tanlagandan keyin taxminan shu atrofdagi vaqtlarni chiqarib beradi. Masalan, men Amsterdam 5-oyning 20 kuni deb tanlagan vaqtimda 5-oyning 23-kuni soat 9 dan 9:20 gacha imtihon bor deb bu shaklni chiqarib berdi. Yani qisqasi imtihon tizimlash usuli boya ko'rsatgan holatda bo'ladi. Undan keyin cho'qim 1 soatning ichida imtihon pulini to'lashinglar kerak. Agar to'lamay qolib qolsanglar, sizlar tanlagan vaqt va o'rin amaldan qoladi. Onda nazariya imtihoni 3 xil savol shaklida bo'ldi. Birinchisi xatarni tonish,
İkincisi əməliyyat və qaid tüzümlərini tutunuş və biliş iqtidarı. Üçüncüsü şu əməliyyat və qaid tüzümlərini əməli əhvallarda qo'llanish, farqlantirish, tushunish qobiliyatini sinash haqidagi savollar. Xatarni tonish degan vaqtda 25 savol chiqadi. Buning tanlaydigan javob faqat tormozni bosish, mayni qo'yib berish yoki ishni qilmaslik deb. Mushta sizlar rasmda ko'rgandek, mushta har xil rasmlar bor. Mush xil ahvolda nima ish qilsiz deblam so'raydi. Bu 25 savoldan 13ni to'g'ri ishlash haqqingiz bor. Qolgan 12si xato bo'lib qolsa-mu, lekin yana imtihon shu birinchi turdan o'tib ketgan bo'lsiz. Ondan ikkinchi turdagi savol, bilish va tonish savollari 12 savol chiqadi. Bundan cho'qim 10 ni to'g'ri ishlashingiz kerak. Yana bu qanday savollar deganda, boya degandek har xil qatnash qoidalariningki, masalan, yo'l ishiltish, yo'lda kimga boshda yo'l berish. Ondan har xil alohida ahvollardagi qatnashlarga yo'l berish, masalan, o't o'chirish mashinasi, jiddiy qutqizish mashinasi degandek. Onda har xil qatnash qoidalariga doir qonun tuzumlar, masalan, aroq ichib mashina haydash, alkoholning miqdori qanchalik bo'lishi kerak. Onda mashinaga doir har xil qonunlar, masalan, mashinaning chaqi, chiroqlari, mashinaga yuk bosgan chog'dagi qonun qoida tuzumlar degandek mushta turdagi savollar bo'ldi. Buning 12 savol chiqadi, cho'qim 10 ni to'g'ri ishlashingiz kerak. Yani üçüncü turi, yani aş öğrengen kaidelerni tatbiqlash savollari. Mesela tesirek taş yolda 130-120 100'gacha haydaymiz desek, bir rasm berib, ma yo'lda qancha haydaysiz? Endi har xil ahvollarni berib, masalan, hozir oldingizdagi mashinani yondasangiz bo'lamdi degandek shunday savollar, ya'ni o'rgangan qoidalarni amaliy tatbiqlash savollari. Buningda normalda 28 savol bo'ldi, cho'qim 25 ni to'g'ri ishlashingiz kerak. Onda imtihon savolining shakllari, sizlar rasmda ko'rgandek, yo'tkash savollari, ma'noda masalan kim boshda mangdi deb 1 2 3 birinchi olab manga odamga 1ni, ikkinchi olab manga odamga 2ni, oxirgi manga odamga 3ni degandek bundaq yo'tkash savollari bor. Yoki taq shakllik yo'tkash savollari, kim boshda mangdi, kim boshda mangsa shuni ko'rsatib bering degandek. Yoki ma'nodagi ko'rsatish savollari, masalan, ma'noning ichida qaysi rasm motorga doir simbol deb shunga o'xshash ko'rsatish savoli. Yoki ma'nodagi ha yoki yo'q deb javob berish savoli. Masalan, siz dimliqni yoqsangiz bo'lamdi, bo'lmamdi. Ma yo'lda 120 deydisangiz bo'lamdi, bo'lmamdi. Ha yoki yo'q degandek. Onda ma'noga o'xshash yizish savoli. Masalan, ma yo'lda haydash tezligingiz qancha deb yo'lga asosan 80, 100, 120. Qisqasi imtihon savol shakllari boyaqidek shaklda bo'ldi. Endi qanday o'rganamiz degan vaqtda, nazariya imtihonni qanday o'rganamiz degan vaqtda, endi har kimning o'rganish usuli har xil bo'ldi. Shuning asosan har kim o'ziga xos bo'lgan o'rganish usulini tanlasa bo'ldi deb qarayman. Ya'ni bu Gollandiyada ham nazariyaning kitoblari bor. Masalan, kitob qarab o'rganishni, kitob o'qib o'rganishni xohlaydiganlar uchun maxsus kitoblar ham bor. Buni to'rbatlardan topa olasizlar. Hem yıllar burun bizim bir Uyghur qırındışımız şu Gollandiya qatnash nazariyasi deb bir kitobni chiqarib ekan. Bu kitob ham şoförlük nazariyasini o'rganadiganlar uchun bir yaxshi foydalanish materiali. Bu kitobni ham to'rbatlardan topa olasizlar. Ondan to'r darslari, mushu şoförlük nazariyasini o'rganish uchun har xil to'r darslari bor. Hem bizning Gollandiya Uyg'ur kishilik huquq fondining mushu to'r darslarimiz bor YouTube kanalimizda. 35 darsdan tarkib topgan darslar. Bu darslar Golland tili ham Uyg'ur tilida so'zlangan. Bu men bir yaxshi foydalanish materiali. Ondan Golland saviyasi yaxshi bo'lganlar uchun men o'zim o'rganib bakkan ayni vaqtda o'zim ko'rib bakkan darslardan birisi Theory Top 1 degan bir to'rbatning darslarini tavsiya qilaman. Haqiqatan so'zlash usuli, rasmlar bilan shunday yaxshi tushunishga so'zlangan. Ya'ni Golland til saviyasi yaxshi qarindoshlar uchun ham bir yaxshi tanlash. Ondan Gollandiyada ham yana bir kunlik nazariya kurslari bor. Bunday kurslarning tili odatda Golland tilida bo'ldi.
Bu həm Golland til səviyyəsi yaxşı bolğanlar üçün, həm nəzəriyyə imtahandan bək kitab görəb, unda tordakı materiallarını görəb öyrəngim yox. Şu bir gün dərs qatnaşıb bilan tezroq o'tib ketsəm bo'ldi deydiganlar üçün həm bir yaxşı tanlash. Bu xilda kurslarning odatda dars so'zlash sur'ati sal tezroq bo'ldi. Buning uchun shunga cho'qim til saviyangiz yaxshi va tushunish iqtidoringiz kuchli bo'lishi kerak. Normalda bu kurslar ba'zan imtihan haqqini o'z ichiga oladi. Masalan, kurs haqqi 150 euro desa, shu imtihan haqqim bor. Ba'zida shu kuni kursdan keyin imtihonga o'rlashtirdi va yoki ertasi imtihonga o'rlashtirdi degandek. Shunga tez suratda o'rganib o'tgan bor. Til saviyam yaxshi, tushunish iqtidorim yaxshi deydiganlar uchun ham bu bir yaxshi tanlash. Endi əməliyyat imtihaniga keldik. Əməliyyat imtihani odatda əməliyyat imtihanining haqqi təxminən 290 eurodan 300 neçə euro ətrafıca bo'ladi. Ondan har qaysi şoförlük əməliyyat prav maktablarininki imtihan haqqidan az to'la farqlar bo'ladi. Ondan bu əməliyyat imtihani ham har xil turda. Yani tüsün təylis futsep yani aralıktaki bir qo'shimcha imtihan deb bunun imtihan haqqı 200 euro. Yani resmi əməliyyat imtihanının və yoki ötəmmisiniz qayta beradigan imtihanlarning haqqı odatda 275 eurodan boshlangan bo'ladi. Onda maxsus imtihandan qo'rqish kesili bağlarning imtihani debchi. Yani bu nima deganda agar imtihondan burun sizning bek jiddiylashidigan imtihon vaqtida imtihondasi qo'rqadigan shunda bir xarakteringiz bo'lsa, u vaqtda mushta fal angst examen deganni tanlasangiz bo'ladi. Buning imtihon haqqi odatda jiqroq bo'ladi normal imtihon qaraganda. Chunki buning sababi bunday imtihonlarning vaqtimi uzunroq bo'ldi. Yani bunday imtihonda hargizmi alayda bir e'tibor qiladigan və yoki imtihanның türlərini azraq qıldığı iş yox. Oxşaş, normal imtihan o'xşaş, lekin məsələn siz aralıqda haydab ketib bir jiddiyləşib qaldınız, birdən aramağınız var, unda ahval aslında maşinini bexatar yerdə to'xtatib aramasanız bo'ladi. Sizin imtihan alğan adammı siz jiddiyləşkən vaqtda sizin keyfiyyatınızı tinchlandirish uchun qo'ldan kelishcha yordamda bo'ladi. Shunga bunda imtihanning vaqti odatda uzunroq bo'ladi, vaqti uzunroq bo'lganligi uchun şu imtihan haqqımı sel qimmatroq bo'ldi. Ondan 5 qitim imtihan berib bo'lgandan keyin Gollandiyada 5-chi qitimdan keyin u imtihanning vaqti yana sel uzunroq bo'ldi. Unda imtihonlarni BNOR imtihani deymiz. Şu unda imtihonlarning imtihan haqqımı sel qimmatroq bo'ldi. Atrofimda ba'zilardan shu tüsün tayit tutus yani aralıqdaki imtihan degan imtihanning berishning zaruriyati bormi? U imtihonni bersam amaliy imtihondan tezroq o'tib ketishga foydasi bormi degan savollarni ancha-muncha anglab qolman. Agarda sizning iqtisodiy sharoitingiz yor bersa, u vaqtda bu imtihonni berib baqsangizmi bo'ladi. Yani bu imtihonni berish orqali siz imtihan şekli asli munda bo'ldi ekanda, imtihan munda bo'ldi ekanda deb imtihan to'g'risida bir qisqacha tushunchaga ega bo'lasiz-ku. Sizlar o'zingizlar ko'rgandek imtihonning haqqi xil qimmat ham amaliyat darslarining soati 50 eurodan boshlandi odatda. Yani qisqasi bu shoförlik pravosini ilish iqtisod jihatdan xil bir iqtisod talab qiladigan bir ish-ku. Shundan keyin agarda iqtisod jihat qiyinchiligingiz bo'lmay, yetarlik iqtisodingiz bo'lib qolsa, bu tüsün tayit tutus deganni bir baqsangiz bo'ldi. Agar unda bo'lmasa, bu imtihonni bir alayda berishning hojatimi yo'q. Yani əməliyyat imtahanları qanday bo'lganligini bilib chiqish uchun, mesela YouTube'da jiq videolar bor. Shu videolarni ko'rib baqsanglar, əməliyyat imtahanının qanday shaklda elib borganligini video orqali yaxshi tushuna olasizlar. Ham odatda sizlarga dars o'tgan odammi əməliyyat imtihan to'g'risida sizlarni jiq mashqlantirdi, jiq uchurlarni berdi. Şuna bu imtihanı bir alayda berishning shaxsan men bek hojati bor deb qarab ketmayman. Mening shaxsiy taklifim. Endi əməliyyat imtihanında qanday shaklda bo'ldi deganda, əməliyyat imtihanında bir qancha xil turlar bor. Shu turlardan sinaydi. Masalan, qanday turlar deganda, tuz siziqni bo'ylab, orqachilab haydash, bir
Әгмәч yo'lunu boylab arqıçılab әйдәш, maşinini yançılab to'xtutish, aqmaq şəkildə, paralel şəkildə to'xtutish, maşinini bir qancha qitim rolni burash orqali tar yo'ldan keyniga yandirish, rolni butunlay burash orqali keyniga yandirish, ondan davan siniqi, mashinani qo'zg'atib haydab minishni, tezroq tosh yo'lga qatilish, tezroq tosh yo'ldan chiqish degandek, mushu 10 xil turining odatda eng oz deganda bir 7-8 ni qığılı saldı. Endi əməliyyat imtahanı qanda şəkildə elib birildi degan vaqtda oldu bilan siz əməliyyat imtahanı şu siz dərs alğan əməliyyat imtahanı dərs alğan şu o'qituvchingiz orqali əməliyyat imtahaniga tizimlisiz. Siz əməliyyat imtahan maydoniga kirgandan keyin şu sizga dərs o'tgan o'qituvchimiz siz bilan birga boradi odatda. İmtihan maydoniga kirgandan keyin oldi bilan sizningki kimligingiz tekshiriladi, ya'ni shu cho'qim kimligingizni ilib berishingiz kerak. Ondan nazariya imtihonidan o'tgan o'tmaganligingiz tekshiriladi. Nazariya imtihonidan o'tmay turib, amaliyot imtihonini bergil bo'lmaydi. Ular odatda sistemadan ham tekshiradi. Ondan imtihonning qanday ilib berilganligini ular qisqacha tushuntiradi. Tushuntirib bo'lgandan keyin siz sirtqa chiqqandan keyin mashinaning yoniga borgandan keyin Avdulan bishiraqtirak bir mashinaning plakatini o'qitish orqali sizga ko'zingizninki ko'rish iqtidorini sinaydi. Uning keyin ba'zida mashinaga chiqishdan burun ba'zi nazariya bilimlarni so'raydi. Masalan, mashinaga chiqishdan burun nimaga diqqat qilasiz degandek, bularning hammani sizga amaliyot darsini o'qitadigan o'qituvchingiz o'rgatadi. Ba'zida mashinaning ichiga kirgandan keyin ba'zi nazariya bilimlarni so'raydi. Masalan, chiroq qaysi chiroq, tuman chirog'ini qanday yoqasiz degandekchi. Uning keyin amaliy haydash ko'rsatish talab qilindi. Ya'ni mashinani haydang amsa deb. Normalda ular hech qanday gap qilmasa, udullamaydi desangiz bo'ldi-ku. Agar o'ngga yoki so'lga burilgan ahvollarda sizga burun deydi. Ondan yana yo'l xaritasi qarab haydashni talab qildi. Ya'ni Google Map'ga xohlagan bir adresni berib, mushu adresga Google Map'ning ko'rsatishi bo'yicha minging deb. Yani imtihanның şəkli muş şəkildə boludu. İmtihan adətdə türüge qarab 35 minutdan 70 minutluq ətrafda boludu. Yəni bayağı dedik emasmı? Məxsus imtihanның qorqqanlar üçün elindiğan imtahanlar var. 5 qitim imtihanda ötənməyənlər üçün elindiğan imtihan degəndəkcə onun əsasən şu imtihanның vaxtı, şu imtihan türüge qarab muş vaxtның içində boludu. Ondan şu imtihan mashin haydab imtihan maydoniga yetib kelgandan keyin naq maydonda sizning o'tgan yoki o'tmaganligingizni, o'tgan bo'lsangiz sizni muboraklab, o'tmagan bo'lsangiz nima uchun o'tmadingiz, qaysi taraflarda imtihon olg'uchi odam yetarlik his qilmadi, bularning hammani sizga deb turdi. Ondan amaliyot darsi uchun men bir 2 YouTube kanalını qaldırıp qoydum. Şu YouTube'da birisi Wolfram Weiss deb, bunun da bütün ameliyat maşina haydashninki har xil, masalan, mashinani qo'zg'atib haydash, mashinani to'xtatish, aylanmadan o'tish, mashinani parkering qilish, shularning hamma qadam bosqichlari shunda tushunish tilida amaliy so'zlangan. Anda yeni bir YouTube kanalı Streetwise deb, bunudmu bir Gollandiyalik ders o'tkichi odam şu mesela amaliyot imtihonida o'quvchilar ko'p o'tkazadigan xatoliklar, amaliyot imtihonida nimalarga diqqat qilamiz, anda o'zininki amaliy dars o'tgan vaqtlardagi videolarni ko'rsatish orqali masalan, men o'quvchi miyada qanday xatolikni o'tkazdi, asli qanday haydasa bo'ladi degandek har xil yaxshi foydali taklif fikrlarni bergan. Şəxsən mən özümü köp faydalanğan, şuna bu turbətlərini sizlərə tavsiyə qılman. Ondan köp sorulduğan suallarning birisi, avtomatik xodluq mashinani o'rgansam bo'ladimi, qo'l xodluq mashinani o'rgansam bo'ladimi? Ya'ni avtomatmi, sxakl auto deb. Men buningki har ikkisininki ortiqchilik va kamchilik taraflarini yozib qo'ydim. Masalan, avtomatik mashinaninki normalda öğrenmek sel asarrak, onda qo'l xod bo'lmagandan keyin faqat tormoz bilan maynalam. Mashina to'xtatsangiz tormozni bosib, haydasangiz mayni bosiblam. Şunu öğrenmek sel asarrak, haydash rohat.
Lekin buningki kamchilik tarafi o'qish haqqi sal qimmatroq. Endi siz bu mashinani o'rgangan vaqtingizda, siz imtihondan o'tib, pravni olgandan keyin sizning pravingizning ustiga o'sha avtomat mashinalar haydayolmaydi deb yozib qo'ydi. Shunga siz qo'l-xo'tliq mashinani haydayolmaysiz. Şuna bu avtomatik maşina pek murakkab mashg'ulotni qilishni xohlamaydigan, avtomobil haydashdan sal qo'rqadigan, ikkilanadigan, faqat may bilan tormozni desam mangsam bo'ldi, mushta deydiganlar uchun bir yaxshi tanlash. Endi qo'l-xo'tliq mashinaningki ortiqchilik tarafi o'qish haqqi normal avtomatik mashina qaraganda sal arzonroq bo'ldi. Siz pravni olgandan keyin siz har qanday mashina haydayalaysiz. Şunu bu maşina haydashdan qo'rqmaydigan kishilar uchun yaxshi tanlash, lekin bunun kamchilik tarafi ko'p mashg'ulotni birla vaqtda elib berish talab qilindi. Masalan, siz bir aylanmaga keldingiz deyli, o vaqtda oldi bilan skakolni, koppelingni bisib turib, skakolni, mashinaning xodini ikkiga tushirib, tormozni bisib, ya'ni ko'p mashg'ulot birla vaqtda elib berish talab qilindi. U arliqda siz yo'lga qarashingiz kerak, yo'ldagi qatnashga diqqat qilishingiz kerak, velosiped bormi yo'q, mashina bormi yo'q, piyoda yo'l mang'uchi bormi yo'q degandekchi. Shunga mayka lapan, tormoz, qo'l, hammasini birlashtirib mashg'ulot qilishga to'g'ri keldi. Shunga mushta birlashtirib mashg'ulot qila oladigan moslashchanligini talab qildi. Shunga bu mashina haydashdan sal qo'rqadigan, hamma harakatlarni birlashtirib moslashda, birlashtirib mashg'ulot qilishda qiynaladigan odamlar uchun balkim ancha yaxshi tanlash bo'lmasligi mumkin. Shunga endi qaysini o'rganish kelsak, shu har ikki xil mashinaningki ortiqchilik, kamchilik taraflariga asosan, har kim o'zining xarakteriga asosan o'zi xohlagan bir shaklni tanlasa bo'ladi deb qarayman. Ondan əməliyyat imtihani dərsləri to'g'risida yana bir təklifimiz o'qituvchi tanlashda diqqat qiling. Normalda har qanday bir əməliyyat dərsi beradigan maktablarningki sınaq dərsi bo'ladi. Shu oldi bilan shu sınaq dərsiga qatnashib biqib, shu o'qituvchining dars o'tish uslubini ko'rib biqib, sizga mos kelamdi, sizning o'rganish uslubingizga mos kelamdi, shuning asosan tanlasangiz bo'ldi. Hem burun ders ilib baqqanlardan o'qituvchi tanlashda maslahat so'rasangiz bo'ldi. Ondan yana bir muhim nuqta, Gollandiyada mayli nazariya imtihoni bo'lsin va yoki amaliyot imtihoni bo'lsin, unda qora yo'llardagi usul mavjud emas. Chunki biz atrofimizda mushta anglagan xabarlarda shu pravni, masalan, men sizga Polshaning pravosini olib beraman, Yevropa ichidagi boshqa davlatning pravosini olib beraman. Siz uni Gollandiyaning pravosi almashtirib laydisangiz bo'ldi deb birmuncha pul talab qilib shunda quymachilikqa uchrab, oxirida saqchilarning aralashishiga majbur bo'lib qolgan kishilar bor. Ya'ni bu bir aldamchilikchi. Shunga mayli nazariya imtihoni olsun va yoki amaliyot imtihoni olsun, mencha pul to'lasangiz sizga nazariya imtihonini o'tkazib qo'yaman, yoki amaliyot imtihoni prava olib beraman degan unda usullar mavjud emaschu. Agar siz shunda usullarni anglasangiz, demak u aldamchi. Agar siz ma'qul deb uni qilsangiz, u chog'da siz ham qonunning jazosiga uchrab qilish ehtimoliniz bor. Shunga işte aldamchilarga aldanib qilishdan ehtiyot qilinglar. Endi qisqasi, shu Gollandiyada shofirlik pravosini qandoq olamiz, imtihon qandoq bo'ldi, amaliyot imtihoni qandoq bo'ladi, to'g'risidagi qisqacha filmimiz mushu yerda oxirlashdi. Hammanglarningki shu şoförlük qiziqadigan qarindoshlarningki nazariya imtihonidan o'tib, amaliyot imtihonidan o'tib, Allah bizga Allohning bir ne'mati bo'lgan, turmushimizni osonlashtirgan bu mashinadan iborat bu ne'matga muyassar bo'lishinglarni umid qilamiz. Ishlaringlar oson bo'lg'ay, omon bo'lg'aysizlar. Keyingi qitimliq videolarimizni ko'rishaylik.